Barchaga salom. Sizlar bilan bugun ijtimoiy tarmoqlarga bepul nakrutka qilishni o'rgataman. Bu eng yangi usuli hisoblanadi. Kelinglar Telegramga kirib olamiz va Telegram qidiruviga obuna go deb yozamiz. Va joylashib turib bot deb yozamiz va quyidagicha yozishimiz kerak va birinchida obuna go nakrutka deb chiqadi. Quyidagicha logotiplarini eslab qolinglar. Obuna go bot deb qidirishinglar kerak bo'ladi. Kirganimizdan keyin start tugmasini bosamiz va bizni ismimizni so'ramoqda. Ismimizni yuboramiz, telefon raqamimizni ulashamiz hamda ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tdingiz va obuna go siz bosh menyudasiz quyidagi tugmalardan birini tanlang deyilgan. Kelinglar biz Instagram, Telegram, TikTok va boshqalar deyilgan. Boshqalarga kirsak Facebook va YouTube hamda virtual telefon raqami ham olsak bo'lar ekan. Orqaga qaytamiz va biz bepul bonus xizmatlar degan tugmani bosib ishlatib ko'ramiz. Va bu joyda Telegram post ko'rish, Telegram aralash reaksiya, Telegram obunachi, Instagram obunachi, Instagram like hamda Instagram Reels ko'rishlarni bepul foydalansak bo'lar ekan. Demak, Instagram Reels ko'rishda minimal buyurtma 100 ta, maksimal 1000 ta. Sizga mutlaqo bepul deyilgan. Bu har kuni beriladigan xizmat turi hisoblanadi. Instagram like minimal 5 ta, maksimal 40 ta ekan. Instagram obunachi minimal 100 ta. Eslab qolinglar, minimal 100 ta bu, maksimal esa 110 ta. Instagramda jonli efirni ochmoqchi bo'lganlarga bu xizmat juda ham kerak bo'ladi. Bu ham mutlaqo bepul. Kelinglar endi Telegram obunachiga o'tamiz. Telegram obunachining narxi bu ham bepul. Minimal 5 ta, maksimal buyurtma 50 ta buyurtma. Aralash reaksiya va quyidagicha reaksiyalar berish mumkin. Bu ham 5 ta, maksimal 50 ta. Telegram post ko'rishlar minimal 10 ta, maksimal 500 ta. Bu ham mutlaqo bepul beriladi. Kelinglar biz sinab ko'ramiz Instagram obunachiga va davom etamiz. Biz miqdorni kiritamiz. Albatta 110 ta miqdorni belgilaymiz. Va Instagram obunachi endi xizmat ko'rsatadigan postni havolasini yuboring. Instagram username yuborishimiz kerak bu joyda. Bu joyda nusxa olib turib, meni Instagram username yuboramiz va tekshirib olamiz. Buyurtma ma'lumotlari. Havola to'g'ri, miqdor 110 ta, narx bepul. Tasdiqlashni bosamiz va ana qabul qilindi. Narx bepul 110 ta obunachi kelishi kerak. Instagram kirib olamiz va meni obunachilarim soni 213 ta hozir. Xo'p, endi kutamiz qancha vaqtda qo'shilib qolar ekan. Telegram obunachiga buyurtma berib ko'ramiz. Kelinglar 50 ta ekan. Davom etamiz va biz bu joyga 50 ta miqdorini kiritamiz. Va Telegram usernamemizni so'rayapti. Bu joyda Telegram kanalimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Meni kanalim bor va bu kanalni kiritaman va yuboraman. Kelib tekshirib o'tamiz. Kanalimda 1293 ta obunachi bor va tasdiqlashni bosaman. Buyurtma bu ham berildi bepul. Va buni ham keyinchalik ko'rib o'tamiz. 1293 ta obunachi bor edi. Va bosh sahifaga qaytamiz va yana tarixga o'tamiz. 2 ta buyurtmamiz bo'ldi. Yana qo'shimcha tarzda biz reaksiyalardan foydalanishimiz mumkin. 50 ta reaksiya ekan. Kelinglar biz 50 tani qilamiz va post havolasini so'rayapti. Biz o'zimizning kanalimiz Senior Musikodagi birorta postni nusxa olib qo'yamiz. Misol uchun mana avval qilganlarim nusxa olamiz, copy link va botga qaytamiz va yuboramiz havolani. Qabul qiladi va tasdiqlashni bosamiz. Va bu ham muvaffaqiyatli qilindi va jarayonda. Barcha buyurtmalar bajarildi. Birinchi bo'lib turib Telegram obunachi bajarilgan, undan keyin Instagram hamda Telegram aralash reaksiyasi bajarildi. Soatga qarasak 8:33 bo'lyapti, lekin allaqachon bajarilgan bu buyurtmalar. Buni qulay, foydali tomoni bor. Bir kunda bir marta foydalansa bo'ladi-da bu xizmatlardan. Agar sizda 2 ta, 3 ta telefoninglar bo'lsa, shu botga kirib turib, yana shu xizmatdan foydalansanglar bo'ladi.
Bu juda ham qulay. Kelinglar endi tekshirib ko'ramiz. Telegram obunachiga kiramiz va kanalni ko'ramiz. 1344 ta obunachi, demak ko'payibdi. Hamda orqaga qaytamiz va Telegram reaksiyani ko'ramiz. Kiramiz va Telegram reaksiyada ham mana ko'rib turganinglardek reaksiyalar juda ham ko'p. Bu ham qo'shilibdi. Va endi Instagram obunachiga kiramiz. Instagramni ko'rsak, Instagramga ham obunachilarimiz qo'shilibdi. 363 ta bo'ldi. Bu joyda ko'rsak, mana allaqachon mana 9000 ta oldin, 12000 ta oldin deyarli mana qo'shilishni boshlayapti ekan. Mana 13000 ta oldin mana aytdim, ancha avval o'zi qo'shilishni boshlagan. Men biroz kechroq video qildim. Qo'shiladi. Shu tartibda boshqa profillardan ham obunani yig'sanglar bo'ladi. Bu tomchilatib yuboradi. Ya'ni birdaniga hammasini yubormaydi. Tomchilatib yuborsa Instagraminglar umuman bloklanmaydi. Shu sabab birozcha vaqt oladi. Misol 5 ta profillardan agar Telegram profil bo'lsa, obuna qilsanglar bo'ladi va bu 500 ta obunachi degani. Bu bemalol 2 kunda Instagramni jonli efirini yoqsa bo'ladi degani. Obuna bo'lib bemalol ishlatsanglar bo'ladi.